1-sentyabrdan boshlab nogironlikni belgilashda o'zgarishlar kuchga kirdi. Unga ko'ra, Toshkent shahri va Navoiy viloyatida eksperiment tariqasida fuqarolar yagona interaktiv portali, inson markazlari yoki ijtimoiy xodimlar orqali oilaviy shifokorlarga murojaat qilishlari mumkin. Bunda fuqarolarning tibbiy hujjatlarini yo'llash oilaviy shifokorlar tomonidan elektron tarzda amalga oshiriladi. Inson markazlari xodimlari tomonidan Jahon sog'liqni saqlash nogironlikni baholash shkalasining mahalliy xususiyatlar va shart-sharoitlarga moslashtirilgan mezonlari asosida 18 yosh va undan katta bo'lgan shaxslarning funksionalligini baholash tartibi joriy etiladi. Agar nogironlik belgilanishi kerak bo'lgan shaxs inson markazlariga bora olmasa, baholash uning uyida yoki davolanishda bo'lgan statsionarda o'tkaziladi. Baholash natijalari o'rtasida tafovut yuzaga kelgan taqdirda nogironlikni belgilash yoki rad etish Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar tiyeklari tomonidan amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, baholash natijalari 2025-yil 1-sentyabrga qadar nogironlikni belgilash uchun asos hisoblanmaydi. 1-sentyabrdan boshlab nogironlikni belgilashda o'zgarishlar kuchga kirdi. Unga